كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. Quraysh kofirlari bir-birlaridan nima haqida so'ramoqdalar? Ular bir-birlaridan o'ta muhim va ulug' bir xabar haqida so'ramoqdalar. Bu xabar Quraysh kofirlari unda shak qilgan va uni yolg'on degan qayta tirilishdan xabar berayotgan ulug' Qur'ondir. Kalla sayalamun, thumma kalla sayalamun. Yo'q, ish bu mushriklar da'vo qilayotganidek emas. Ular yaqinda o'z inkorlarining oqibatini biladilar va Alloh qiyomat kuni ularga nima qilishini ko'radilar. So'ng ularga bu yana ham aniq bo'ladi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam keltirgan Qur'on va qayta tirilish haqidagi xabarlarning rostligi aniq ma'lum bo'ladi. Bu ular uchun tahdid va qo'rqituvdir. Alam naj'alil arda mihada. Biz yerni sizlar uchun to'shak kabi o'rnashishga qulay qilib qo'ymadikmi? Val jibala awtada. Yer sizlarni tebratmasligi uchun tog'larni qoziq qilib qoqib qo'ymadikmi? Va xalaqnakum azwaja. Sizlarni erkak va ayol qilib yaratmadikmi? Va ja'alna nawmakum subata. Uyqularingizni badanlaringiz uchun rohat qilib qo'ymadikmi? Sizlar unda tinib, tinchib orom olasizlar. Va ja'alnal layla libasa. Kunni sizlar uchun o'z zulmati bilan sizlarni xuddi kiyim o'z kiyuvchisini o'raganidek o'rab oladigan libos qilmadikmi? Va ja'alnan nahara ma'asha. Kunduzni sizlar tirikchiligingiz uchun tarqaladigan va manfaatlaringiz uchun harakat qiladigan vaqt qilib qo'ymadikmi? Va banayna fawqakum sab'an shidada. Sizlarning ustingizda 7 qat osmonni yoriqlari ham, teshiklar ham yo'q, pishiq, puxta qilib yaratmadikmi? Va ja'alna sirajan wahhaja. Quyoshni charaqlab nur sochib turuvchi chiroq qilmadikmi? Va anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata va jannatin alfafa. Odamlar tanovul qiladigan dondunlar va hayvonlar yeydigan o't-o'lanlarni undirish, serhosilligidan bir-biriga kirishib ketgan bog' bo'stonlarni chiqarish uchun sharros yog'uvchi suvni tushirmadikmi? Inna yawmal fasli kana miqata. Shubhasiz, bandalar o'rtasida ajrim qilinadigan kun qiyomat kuni avvalgilar va oxirgilar uchun aniq belgilangan vaqtdir. Yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. U kun farishta qayta tirilishga chorlab sur chaladi va sizlar ummat bo'lib har bir ummat o'z peshvosi bilan birgalikda kelasizlar. Va futihatis samaa'u fakanat abwaba. Osmon ochiladi, unda farishtalar tushishi uchun sanoqsiz eshiklar bo'ladi. Va suyyiratil jibalu fakanat saraba. Salobatli tog'lar qo'porilib sarobga aylanadi. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wa la sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. U kunda kofirlar uchun tayyorlab qo'yilgan jahannam ularni kutib turadi. U kofirlar qaytib keladigan joydir. Ular unda benihoya uzoq zamonlar abadiy qoladilar. U yerda o'zlarini yondirayotgan jahannam haroratini sovutadigan biror narsani, tashnaliklarini qondiradigan biror ichimlikni topmaydilar. Faqat qaynoq suv va do'zaxiylarning yiringlarini totadilar. Bu ularga dunyoda qilgan amallariga munosib va adolatli jazodir. Innahum kanu la yarjuna hisaba.
Ular hisob-kitob kunidan qo'rqmasdilar. Shu bois u kun uchun amal qilmadilar. Va kazzabu bi ayatina kizzaba. Payg'ambarlar keltirgan narsalarni butunlay yolg'onga chiqardilar. Va kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Biz barcha narsani avvaldan bilib, lavhul mahfuzga bitib qo'yganmiz. Barcha narsani bilib, hisoblab, ularning nomayu amollariga yozib qo'yganmiz. Fazuqu falan nazidakum illa azaba. Ey kofirlar, endi o'z qilmishlaringiz jazosini tortinglar. Biz sizlarga azob ustiga azobni ziyoda qilamiz xolos. Inna lil muttaqina mafaza, hadaiqa va a'naba, va kawa'iba atraba, va ka'san dihaqa. Robbilaridan qo'rqadigan va solih amallar qiladigan kishilar uchun eng katta yutuq jannatga kirish bor. Ular uchun katta bog' bo'stonlar va uzumzorlar bor. Ular uchun yosh, sinalari bo'rtib, dumaloq tortgan bir xil yoshdagi qizlar bor. Ular uchun sharob to'la qadahlar bor. La yasma'una fiha lagwan va la kizzaba. Bu jannatda ular behuda gaplarni eshitmaydilar va bir-birlariga yolg'on so'zlamaydilar. Jazaa'an min robbika ato'an hisaba. Robbis samawati wal ardi va ma baynahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Bularning barchasi yer osmonlar va ular o'rtasidagi narsalarning Robbi, dunyo va oxiratda Rahmon bo'lgan Allohdan ular uchun yetarli mukofot, marhamat va mo'l-ko'l in'omdir. Ular u zotdan faqat o'zi izn bersagina so'ray oladilar. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Jabroil alayhissalom va boshqa farishtalar saf tortib turadigan kunda ular ichidan Rahman taolo shafaat qilishiga izn bergan kishigina shafaat kabi ishlarda gapiradi va faqat haqni, to'g'ri so'zni so'zlaydi. Zalikal yawmul haqqu faman sha'a attakhadha ila robbih ma'aba. Bu sodir bo'lishda hech shak shubha bo'lmagan haq kundir. Kim u kunning dahshatidan omonlik istasa, yaxshi amal qilish bilan Robbiga qaytish yo'lini tutsin. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba. Shubhasiz, biz sizlarni yaqinda bo'ladigan oxirat kunining azobidan ogohlantirdik. U kuni har bir kishi o'zi qilgan yaxshi yomon ishlarini ko'radi va kofir bo'lgan kimsa hisob-kitobning og'irligidan qaniydi tuproq bo'lib ketsam va qayta tirilmasam deb aytadi.